Assalomu alaykum do'stlar. Demak, bugungi kichkina video loyiha tayyorlaymiz. Ushbu loyihamiz telefon raqamini qayta rasmiylashtirish uchun. Demak, bizga bu nima kerak? Bunda nimalar kerak bo'ladi? MyGo ilovasiga telefon raqami hozirgi kunda kimni nomida bo'lsa, ushbu shaxs nomidan shaxs kabinetiga kirishimiz kerak va kimning nomiga o'tkazmoqchi bo'lsak, ushbu shaxs nomidan ham shaxsiy kabinetiga kirib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Va bizdan yana talab qilinadigan narsa, albatta MyID ilovasi. MyID ilovasini Google Play dan yuklab olishingiz kerak telefoningizga va u yerdan ro'yxatga o'tib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Demak, qidiruvlar bo'limiga telefon deb yozamiz. Bizdan telefon raqamini qayta rasmiylashtirish oynasi kelib chiqadi. Ushbu yerdan xizmatdan foydalanish tugmachasini bosish orqali qaysi kompaniyada tegishli bo'lsa ushbu raqam o'sha kompaniyani tanlaymiz va bizga qaysi raqamni kerak bo'lsa 998 kodi bilan yozib olamiz va telefon raqamini oluvchi shaxs. Agar sizda telefon raqamini oluvchi shaxs yaqin qarindoshingiz bo'lsa, MyGo avtomatik tarzda shakllangan bo'ladi. Yo'q, sizga boshqa shaxs bo'ladigan bo'lsa, boshqa shaxsni belgilab bu yerga Gmailga kiritishimiz kerak bo'ladi. Bizda demak yaqin qarindosh. Shu shaxsni belgilaymiz, keyingi tugmachasini bosishimiz orqali ikkinchi shaxsga zaпрос jo'natadi. Ya'ni ushbu telefon raqamini qabul qilasanmi, yo'qmi degan holda. Xo'p, zaprosni qayerdan ko'ramiz? MyGo'ga kirganimizda MyGo'ning chap burchagida hozir bu yerda sizga ko'rinyapti. Rasm, profil, arizalar, xabarnomalar degan bo'lim bor. Ushbu xabarnomalar bo'limini ko'ramiz va bu yerda oxirgi kelgan xabarnomalarni tanlab kirganimizda, demak, ushbu raqamni olasizmi yo'qmi tasdiqlashni so'rayapti. Tasdiqlaymiz. Bizga kerak bo'lganligi uchun tasdiqlash tugmachasini bosamiz. Tasdiqlangandan so'ng MyID orqali yana bir bor tasdiqlashimiz kerak. MyID ilovasiga kiramiz telefon orqali va kirganimizda o'rtada turadigan to'g'ri skaner tugmachasini bosamiz. Bosganimizdan keyin ushbu QR kodni kirib demak tasdiqlandi. Tasdiqlangandan keyin nima bo'ladi? Endi biz uni qabul qilishimizni tasdiqladik va ushbu jarayonni tugatishimiz uchun yana qaytib telefon hozir kimning nomida ushbu shaxsni MyGo'dagi shaxsiy kabinetga kiramiz va keyingi tugmasini bosish orqali ariza shakllanadi. Endi hozirgi kunda o'sha ushbu raqam kimning nomida bo'ladigan bo'lsa, ushbu shaxsning MyID ilovasiga kirib, yana bir bor ushbu kod bilan tasdiqlab yuborishimiz kerak. Tasdiqlangandan so'ng yuborish tugmachasini bosish orqali arizani yakunlaymiz va sizga albatta 5 ish kunida ushbu protokol chiqaradi va boshqa bir nom ketib